keto, vegan, paleo, O'rta Yer dengizi parhezi. Dunyoda bu kabi minglab parhez turlari mavjud. Ularning har biri o'zini eng to'g'ri yo'l deb hisoblaydi. Lekin nega bir odam uchun ishlagan narsa boshqa bir inson uchun umuman befoyda, ba'zan zarar keltirishi mumkin? Doktor Atiya aytadiki, to'g'ri ovqatlanish bu diniy e'tiqod emas, balki biokimyo. Bizning tanamiz ovqatlarni tanimaydi. Tanamiz molekulalarni taniydi. Masalan, oqsillar, uglevodlar, yog'lar, minerallar va boshqalarni. Bugun biz siz bilan Dunyoqarash kanalida Outlive kitobidagi eng qiziqarli va shu bilan birgalikda bahsli mavzu bo'lgan ovqatlanish biokimyosi bilan tanishamiz. Nega shakar biz o'ylagandan ko'ra xavfliroq? Nega o'zbek xonadonlarida non va shirinchoy an'anasi bizni sekin-asta, sekin o'lim sari yetaklamoqda? Bugun biz siz bilan parhez haqida emas, balki biokimyo, ilm-fan haqida gaplashamiz. Obuna bo'ling va biz boshlaymiz. Doktor Atiya parhez so'zidan nafratlanadi. Chunki parhez bu vaqtinchalik narsa. Uning o'rniga bizga ovqatlanish biokimyosi tahlilini taklif qiladi. Uning fikricha, ovqatlanish bizning tanamizda 3 xil vazifani bajaradi. Birinchisi, tanamizni energiya bilan ta'minlash. Ikkinchisi, muskullarimiz, suyaklarimiz va umuman olganda tanamiz uchun qurilish materiali vazifasini bajaradi. Va uchinchisi, bizni metabolik jarayonlarimizni nazorat qiladi. Muammo shundaki, biz birinchi vazifani haddan oshiq bajaramiz. Ya'ni juda ko'p miqdorda ovqatlar, ayniqsa uglevodlarni iste'mol qilamiz. Afsuski, ikkinchi vazifani unutamiz. Uchinchi vazifa o'z-o'zidan izdan chiqadi. Keling, eng katta dushmanimizdan boshlaylik, ya'ni shakar. Doktor Atiya fruktoza haqida ogohlantiradi. Mevalar tarkibidagi fruktoza biz uchun deyarli xavfsiz, chunki ularning tarkibida kletchatka bor. Va kletchatka hazm qilish jarayonida birdaniga ko'p miqdorda shakarni tanaga o'zlashtirishdan himoya qiladi. Lekin afsuski, gazli ichimliklar, shirin ichimliklar, sharbatlar, shirin choy va shakar qo'shilgan mahsulotlar, shirinliklar tanamizdagi shakar miqdorini birdaniga oshiradi. Ya'ni qonimizda shakar miqdori birdaniga oshadi. Bu jigar atrofida yog' to'planishiga va keyinchalik insulin qarshiligiga va oxir-oqibatda qandli diabet kasalligi, ya'ni 4-otliq kasallikka olib keladi. Shakar bu shunchaki kaloriya emas. Bu bizning metabolizmni buzuvchi, noto'g'ri yo'lga boshlovchi signaldir. Qonimiz tarkibida shakar ko'paygan sari, u bizga tanamizda yog' to'plash buyrug'ini beradi. Bundan tashqari, qonimiz tarkibida shakar ko'paygan sari, oshqozon osti bezidan insulin ishlab chiqarish ko'payadi va insulin qon tarkibidagi shakarni me'yoriga keltiradi. Birdaniga qon tarkibidagi pasaygan shakar miqdori bizga ochlik hissini beradi. Ochlik hissi bizni bilamizki, ko'proq ovqat yeyish sari undaydi. Va oxir-oqibatda tanamizda ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Agar shakar bizga dushman bo'lsa, protein, ya'ni oqsillar bizning eng yaqin do'stimizdir. Avvalgi videoda eslab o'tganimizdek, tanamizdagi muskullar massasi bizni qarilikdagi sog'lom bo'lishimiz uchun eng muhim vosita ekanligini ta'kidlab o'tganmiz. Bunda jismoniy mashqlarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Chunki kuchli muskullarni qurishimiz uchun va ularni saqlab qolishimiz uchun bizga qurilish materiali, ya'ni oqsil kerak bo'ladi. Doktor Atiya ta'kidlaydiki, aksariyat insonlar yetarli miqdorda oqsil iste'mol qilishmaydi. Va afsuski, yosh o'tgan sari oqsilni tana o'zlashtirish imkoniyati pasayib boradi. Doktor Atiya tavsiya beradi. 1 kilogramm tana vaznimiz uchun bir kunda 1,6 grammdan 2,2 grammgacha oqsil bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak. Va bu bizning kundalik ehtiyojimizni qoplaydi. Va aynan oqsil qarilikda sog'lom va kuchli bo'lishimizning asosiy poydevoridir. Keling, endi o'z dasturxonimizga real ko'z bilan qaraylik. Bizda hamma narsaning boshi non. Non, palov,
somsa, xamirli ovqatlar. Bularning hammasi uglevodlardir. To'g'ri, non aziz ne'mat, lekin uni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish biz uchun zararli bo'lishi mumkin. Uglevod iste'moli biz uchun yomon emas, lekin afsuski, biz ularni haddan tashqari ko'p iste'mol qilamiz. Tasavvur qiling. Osh yeymiz. Tarkibida guruch bor. Bu uglevod. Osh bilan birgalikda non yeymiz. Non undan tayyorlangan, bu ham uglevod. Uning ketidan shirin yoki novvot choy ichamiz. Tarkibida shakar bor. Bu ham uglevod. Buncha miqdordagi uglevod bir martalik ovqat uchun juda ham ko'plik qiladi. Natijada qonimiz tarkibidagi shakar raketa kabi tepaga uchadi. Tanamizda insulin ishlab chiqarish jarayoni boshlanadi va insulin gormoni qonimiz tarkibidagi shakarni normaga keltirish uchun tinimsiz kurashadi. Uzoq yillar davomida bu kurash oqibatida tanamiz oxir oqibatda charchaydi va biz qandli diabet kasalligiga duchor bo'lamiz. Doktor Atiyaning qisqacha va oddiy maslahati shunday: uglevod iste'molini kamaytiring, oqsil iste'molini ko'paytiring. To'g'ri, osh bu bizning hayotimizning ajralmas qismi. Biz undan albatta voz kechmaymiz. Lekin uning iste'molini me'yorga keltirishimiz kerak. Shu bilan birgalikda go'sht va oqsilga boy bo'lgan sabzavotlarni, to'kakli don mahsulotlarini ko'plab iste'mol qilishimiz kerak. Xo'sh, ertadan boshlab nima qilishimiz kerak? Doktor Atiya 3 ta oddiy qadam orqali buni amalga oshirishimiz mumkin deb hisoblaydi. Birinchisi, oqsil iste'molini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak. Har bir ovqatimizda oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Ikkinchisi, suyuq kaloriyalardan voz kechishimiz kerak. Gazli ichimliklar, sharbatlar va shirin choy bular jigarimiz uchun eng katta zarbadir. Va uchinchisi, qancha miqdorda emas, balki nima iste'mol qilayotganligimiz juda ham muhimdir. Biz uglevod miqdorini doim nazorat qilishimiz kerak. Ayniqsa, kam harakat bo'lgan kunlarimizda. Demak, ovqatlanish jarayoni bu shunchaki zavqlanish yoki rohatlanish uchun emas, balki sizning tanangizga berayotgan signal va ma'lumotingizdir. Agar tanangizga noto'g'ri signal va ma'lumotlar bersangiz, u noto'g'ri ishlaydi va oxir oqibatda turli xil kasalliklarga duchor bo'ladi. Keyingi videomizda biz Outlive kitobidagi yana bir muhim mavzulardan biri, lekin ko'pchilik e'tiboridan chetda qolgan mavzu uyqu haqida gaplashamiz. Nima uchun uyqu bizning salomatligimiz uchun muhimligi, uyquning miyamizdagi keraksiz moddalardan tozalash mashinasi vazifasini bajarishi va Alsgeymerdan qanday himoyalanish mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yaqinlaringiz bilan ulashing. Sizning dasturxoningizda oqsilli mahsulotlar ko'pmi yoki uglevodli? Siz bir kunda necha marta non iste'mol qilasiz? Buni izohlarda qoldiring. Dunyoqarashingizni kengaytiring. Salomat bo'ling.